sensorimizni qayerga joylashtirishni maslahat qilib va eng qulay joy shu yerga joylashtirganmiz. Общий ko'rinish chiqdi. Sherigimizni bezovta qilmasdan, ya'ni xona chirog'ini yoqmasdan, shu chiroqdan foydalangan holatda tashqariga chiqib kelishimiz mumkin. O'shanda urush kamroq chiqadi. Assalomu alaykum. Bugun kvartira obzori uchun yig'ildik. Bir xo'shkadan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda uzun kiyimlar uchun turba tashab ketdik. Pastda oyoq kiyim taxlash uchun ham katta polkamiz bor. Tepada yana qancha narsa ketsa ketadi. Bu yerda avvalni obyektga qilib berdik, vishilkalar joylashtirib berganmiz. Pastda yana bemalol Wi-Fi joylashtirsa bo'ladi, yana va hokazo. Endi kuxna qismiga o'tamiz. Kuxnamiz shunaqa chiroyli rang bilan joylashtirdik. Bu yerda sensorimizni qayerga joylashtirishni maslahat qilib va eng qulay joy shu yerga joylashtirib berganmiz. Bu panelda emas, ichki qismida joylashtirilgan va juda chiroyli bo'ldi. Stolitsamizni stiklarini temir bilan emas, Euro zapil deyiladi. Chiroyli qilib qulay berdik. Xo'p, yana bitta fishkamiz, ya'ni mebel katta bo'lishini sababi qilib men rozetkalarni ayta olaman. Bu yerda rozetkalarimiz bor edi. Agar mebelni rozetkagacha qiladigan bo'lsak, ancha joy yo'qotardik. O'shaning uchun rozetkani olib, mebelga tashqarisiga o'rnatib berdik. Ancha joy yutdi shun bilan. Qaranglar, bu yerda oddiygina tumba joylashtirib berganmiz. Lekin mana mashina ko'r bu TV zonamizni ancha chiroyli qilib ko'rsatyapti. Yotoqxonamizga kiramiz. Общий ko'rinish chiqdi. Sababi daraxt rang bilan kashmir rangi uyg'unlashtirdik. Bu yerda tremoni pastgacha qilmaganmiz, stoyga bermaganmiz. Devor o'ziga ost joylashtirib berdik. Va tandem, mana shogirdlar ahvoli. Tandem mexanizmlarga o'tkazib berdik. Oddiy salaska ishlatmayotganimizga ancha bo'lib ketdi. Joy kesish ishlatamiz, lekin doimiy shuni ishlatamiz. TV zonamiz buni ham shunaqa hammasi chuqur tandemga joylashtirib berganmiz. Bo'la profilda. Xo'p, mana bu detalimiz nimaga kerak desanglar, bu yerda televizor uchun rozetkamiz yo'q edi. Pastki qismdan sim olib chiqib, rozetga joylashtirib berdik. TVda endi tok bor. Bu yoqda ochuv bo'lka berib ketdik. Eng asal joyi, hop, kravatni tumbalarini pastdan, poldan ko'tarib berganmiz. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Rozetka va включатель. Bu включатель o'sha tumbani tagiga podsvetka uchun. Bu nima uchun? Kechqurun tashqariga chiqmoqchi bo'lsak, sherigimizni bezovta qilmasdan, ya'ni xona chirog'ini yoqmasdan, shu chiroqdan foydalangan holatda tashqariga chiqib kelishimiz mumkin. O'shanda urush kamroq chiqadi. Shkaf ham обычный kiyim uchun. Bu yoqda bu ham kiyim uchun, bu yerda taxlash uchun, bu yerda ilish uchun. Obyektlarimizni ham avvaldan qilib konsepsiyaga joylashtirgan qilib berdik. Agar qobiliyatimizga shubha qilsanglar, biz qurgan mebellarga boqing.